Word'da alaylı belgelerni qistirish. Biz yazıq tahrirlagan vaqtimizda asosliq harflarni, ya'ni bizningki mazmunimizni knopka taqsidan kirgizamiz. Ammo bir qism alaylı belgelerni knopka taqsidan bevosita kirgizishga bo'lmaydi. Ya'ni knopka taqsa faqat cheklik ko'p ishlanadigan harflarni kirgizgili bo'ldi. Bundaq belgelerni qistirish uchun Word'da ayrim miqdor ta'minlangan. Buningdan bayonida biz başqa belgelerni mi kirgiza olamiz. Amaliy misollar orqali ko'raylik. Masalan, knopka taqsidan kirgizgili bo'lmaydigan, lekin yozmamizga ehtiyojli ba'zi belgeler. Pulning oldidagi belge, dollar belgesi, ya'ni dollar belgesi ko'pincha knopka taqsi chiqsa, ba'zi kirgizgichlarda chiqmaydi. Yoki bo'lmasa formulalarda ishlatadigan belgeler, ya'ni pi, omega, delta deganga o'xshash. Bundaq belgeler. Yani uningdan boshqa xat nusxasida mavjud, lekin knopka taqsidan kirgizgili olmaydigan belgeler. Buni qistirish uchun biz qistirish tizimligini olsak, buning ichida belge deb bir turi bor. Buning ichiga qaraydigan bo'lsak, bir qism alaylı belgeler ta'minlangan. Masalan, omega, yuan, ya'ni xalq puli belgisi, tovar markasi, nashr huquqi belgisi deganga o'xshash. Bu belgeler tekst tahrirlaganda lozim bo'ldi. Yana ko'paytirish, bo'lish belgileri deganga o'xshash. Bularni imtihon savol chiqargan yoki ba'zi formulalarni yozgan vaqtimizda buni qistirib ishlatamiz. Buni bevosita qistirsak bo'ldi. Ya'ni buni odatda tekstninki ichiga bevosita yozg'ili bo'ldi. Masalan, men oyig'imni 200 yuanga oldim. Masalan, bu bir cümledeki oldi bilan xat nusxasini o'zgartirib olaylik. 200 yuan degan pul, buning oldiga biz xalq pulining belgisini qistirmoqchi bo'lsak, bu yerni belgani besib, bu belgini qistirsak bo'ldi. Yana xohlasak, buni oldiga yo'tkab qo'ysak bo'ldi. Yani biz bunu qistirish maqsadiga yetdik. Uningdan boshqa yana bir jumla yozib sinaylik. Biz ishlatmoqchi bo'lgan qarshilikning qimmati 210 bo'lishi kerak. Buning keyniga biz qarshilikning belgisi ohmni qistiraylik. Masalan, ohm 210. Yani buni keyniga o'tkaylik. 210 bo'lishi kerak. Buningga o'xshash. Uningdan boshqa yana nurg'un belgelarni qistirish bo'ldi. Bu yerda ta'minlangan, ya'ni cheklik belgeler. Hamda bu yerda yo'q belgelarni qistirmoqchi bo'lsak, boshqa belgeler deganni tanlasak, biz xat nusxasida bor har qanday belgelarni qistira olamiz. Masalan, bu yerda ko'ringan. Biz buning ichidan xat nusxasini ichidagi qolgan rayonni tanlab bersak bo'ldi. Masalan, latincha qo'shimcha, latincha rayon yoki biz boshqa xat nusxasini tanlaylik. Masalan, Arial xat nusxasi. Transkripsiya belgeleri. Mesela bu yerden biz makalemiz gerekli transkripsiyalik belgelerini tanlab kirgizsek buldu.
yoki İbrancha harflar, İbraycha, Arabcha harflar, yani Uyg'urcha harflarmi mushu rayondan chiqadi. Geometriyalik shakllar, masalan har xil shakllar bor. Mushularni tekstimizga qistirib ishlatalaymiz. Masalan, quyosh belgisini tekstimizga qistirib ishlatmoqchi bo'lsak, bu yerni tanlab qo'shish cheksak yoki bo'lmasa tanlangandan keyin qistirish belgisini bossak, bu tekstimizga qistiriladi. Yani men qo'sh chekib birini, qistirish knopkasini bosib birini, yani ikki dona harfni qistirdim. Yani boshqa belgilar deganga o'xshash. Endi yana bir alohida ehtiyoj, biz Uyg'urcha tekstlarni kirgizgan vaqtimizda bu avtomatik bog'lanib mangdi. Yani yolg'iz bir harfni kirgizsak, buningki yolg'iz shakli yoziladi. Lekin bizga ba'zida til tadqiqotiga doir maqolalar yoki imtihon savoli yoki darsga tayyorlagan vaqtimizda Uyg'ur tiliga munosabatlik Uyg'urcha harflarningki baş, o'ttira, oyoq yolg'iz shaklning xolgan birini yozishga ehtiyojimiz shuda. Bunda vaqtimi shu qistirish usulidan foydalanib harflarning xolgan bir shaklini qistirib ishlatalaymiz. Masalan, men yangi bir qurg'a T harfininki o'ttir shaklini qistiray. Yani men buni bir jumlaning ichiga ishlatay. T harfining o'ttir shakli mundaq yozildi. Yani bunun xat nusxasi Uyg'urcha olsun. Bu yerga odatda biz T yazsak bunun yolg'iz shakli yoziladi, lekin biz o'ttir shaklini yozmoqchi. Shunga bu vaqtda biz bu yerga nur belgini ekib turib qistirish tizimligini tanlaymiz. Uningdan keyin belgi tizimligini bosamiz, boshqa belgilar. Undan biz o'zimizningki Uyg'urcha xat nusxasi, masalan, Al-Katib Tortom buni tanladik. Buning ichidan Uyg'urcha harf bor rayonga kelamiz. Yani bununkida asosiy rayon va kengaytirilgan rayondagi barliq harflar bor. Bular asosiy rayon, yani yolg'iz shakli ko'rindi. Endi buning kengaytirilgan rayonini qarasak, harflarningki har xil shakli bor. Masalan, Ç harfi desak, yolg'iz, oyoq, bosh, o'ttira deganga o'xshash. Biz T harfining o'ttir shaklini qistamoqchi. Yani bu yerdan T harfining o'ttir shaklini topdik. Qistirish knopkasini bossak, bu qistiriladi. Endi bu ko'zdagini taqib olsak, yani buningga o'xshash. Bizningki jumlamiz to'liqlandi. T harfining o'ttir shakli mundaq, yani o'ttir T shaklida yoziladi. Yani bu Word'da har xil alohida belgilarni qistirish usuli.